Assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan ISLE 23 standartining juda ham qiziq bir qismini ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, sizda pul bor, lekin u bitta proyekt uchun emas, balki kompaniyaning umumiy qozonidan olingan. Xo'sh, unday holatda foizlarni qanday qilib aktiv tannarxiga qo'shasiz? Keling, shu savolga birgalikda javob topamiz. Xo'sh, vaziyatni ko'z oldingizga keltiring. Kompaniyangizda bir nechta kredit bor. Aytaylik, bittasi 10%lik, yana biri 8%lik. Siz yangi bir uskuna qurishga qaror qildingiz va pulni umumiy hisobdan oldingiz. Savol tug'iladi. Aktivning tannarxiga qaysi foizni qo'shish kerak? 10 nima? 8 nima? Yoki umuman boshqa bir raqamnimi? Aynan shu jumboqni biz bugun yechamiz. Eslangiz, avvalgi tahlilimizda maxsus qarzlar haqida gaplashgandik. U yerda hammasi oncha edi, to'g'rimi? Pul bitta aniq aktivga olingan, foiz stavkasi ham aniq. Lekin bugungi mavzuyimiz umumiy qarzlar, biroz murakkabroq. Bu yerda pullar umumiy manbadan keladi. Shuning uchun qaysi stavkani ishlatish kerakligi bir qarashda noaniq. Va eng katta farqlardan biri investitsiyadan olingan daromad masalasi butunlay boshqacha yechiladi. Mana, bugungi qahramonimiz bilan tanishing. O'rtacha tortilgan kapitallashtirish stavkasi. IS 23 standarti bizning muammomizga aynan shu yechimni taklif qiladi. Bu, sodda qilib aytganda, kompaniyaning barcha umumiy qarzlarini inobatga olib, bitta yagona va adolatli foiz stavkasini chiqarib beradigan ajoyib usul. Mana buni yaxshilab eslab qoling. Bu juda muhim qoida. Umumiy qarzlar bilan ishlayotganda vaqtinchalik investitsiyalardan olingan har qanday daromad kapitallashtiriladigan summadan hech qachon ayrilmaydi. Nega deysizmi? Chunki pullar umumiy qozonda aralashib ketgan, qaysi pul qancha vaqt bo'sh turganini aniqlashning deyarli iloji yo'q. Shuning uchun standart bu narsani soddalashtirgan. Bo'ldi, nazariya yetarli. Keling, endi bularning hammasi amalda qanday ishlashini ko'ramiz. Buning uchun biz Acronico kompaniyasining misolini olamiz va birgalikda qadamma-qadam hisob-kitob qilib chiqamiz. Bu real hayotda ko'p uchraydigan holatlardan biri. Xo'sh, mana bizning masalamiz uchun kerak bo'ladigan barcha ma'lumotlar. Demak, Acroni kompaniyasining ikkita umumiy krediti bor ekan, biri $120 million yillik 10% stavka bilan, ikkinchisi esa $80 million 9,5% bilan. Ular gidroelektr stansiyasi uskunasi qurilishi uchun yil davomida 2 marta pul sarflashibdi. 1-yanvarda $30 million va 1-oktyabrda yana $20 million. Bu muammoni yechish uchun bizda aniq va tushunarli ikki bosqichli reja bor. Birinchi navbatda o'sha sehrli raqamni, ya'ni o'rtacha tortilgan stavkani topib olamiz. Keyin esa ikkinchi qadamda aynan shu stavkadan foydalanib, aktiv tannarxiga qancha foiz qo'shilishini aniq hisoblab chiqamiz. Hammasi juda oddiy. Yaxshi, unda birinchi qadamdan boshladik. Hozirgi asosiy vazifamiz o'sha yagona o'rtacha tortilgan stavkani hisoblab topish. Keling, buni qanday qilishni ko'rib chiqamiz. Ishni birinchi kreditdan boshlaymiz. $120 million kreditni yillik foizi 10% ekan. Demak, yillik foiz xarajati $12 million tashkil qiladi. Bu oson. Endi ikkinchi kreditga o'tamiz. $80 million 9,5% ga ko'paytirsak, bu kredit uchun yillik foiz xarajati $7,6 million bo'ladi. Hozircha hammasi tushunarli, to'g'rimi? Xo'p, endi nima qilamiz? Juda oddiy. Ikkala kreditning yillik foiz xarajatlarini bir-biriga qo'shamiz. Ya'ni 12 millionga 7,6 millionni qo'shsak, jami $19,6 million bo'ladi. Bu kompaniyaning shu umumiy qarzlar uchun bir yilda to'laydigan jami foiz summasi. Mana, eng muhim nuqtaga yetib keldik. O'rtacha stavkani topish uchun jami yillik foizi, ya'ni 19,6 millionni jami qarz summasiga, ya'ni 200 millionga bo'lamiz. Natija esa 9,8%. Mana shu raqam bizning sehrli stavkamiz. Barcha keyingi hisob-kitoblar aynan shu stavka orqali amalga oshiriladi. Ajoyib, birinchi bosqichni muvaffaqiyatli yakunladik. Endi ikkinchi qadamga o'tamiz. Hozir biz topgan 9,8% stavkani olib, uni haqiqiy qurilish xarajatlariga qo'llaymiz va qancha pulni kapitallashtirish kerakligini aniqlaymiz. Birinchi xarajatdan boshlaymiz. Eslangiz, $30 million yilning eng boshida 1-yanvarda sarflangan edi. Bu nima degani? Bu degani shu $30 million butun yil, ya'ni to'liq 12 oy davomida loyihada ishlagan. Shunday ekan, bu summa uchun foizni to'liq bir yilga hisoblaymiz. $30 million biz topgan 9,8% ga ko'paytiramiz va $2,940 ming degan javobni olamiz. Bu birinchi xarajatimiz bo'yicha kapitallashtiriladigan foiz summasi. Endi navbat ikkinchi xarajatga. $20 million 1-oktyabrda ishlatilgan edi. Demak, bu pul loyihada yil oxirigacha faqat 3 oygina ishlagan.
oktyabr, noyabr va dekabr. Shuning uchun foizni ham faqat shu 3 oy uchun hisoblaymiz. 20 million dollarni 9,8% ga ko'paytirib, keyin uni 12 ga bo'lib 3 ga ko'paytiramiz, ya'ni 3 taqsim 12 qismini olamiz. Shunda natija 490 ming dollar bo'ladi. Va tamom. Endi ikkita natijani bir-biriga qo'shish qoldi. 2 million 940 ming dollarga 490 ming dollarni qo'shsak, yakuniy javobimiz kelib chiqadi. 3 million 430 ming dollar. Aynan mana shu summa qurilayotgan gez uskunasining tannarxiga qo'shiladi. Lekin to'xtang. Ish hali tugagani yo'q. Biz oxirgi, ammo juda ham muhim bir tekshiruvni amalga oshirishimiz kerak. Bu standartning o'zida yozib qo'yilgan qat'iy qoida. Qoida shunday deydi: siz kapitallashtirgan summa, ya'ni bizning holatda 3 million 443 million dollar, kompaniyaning bir yilda to'lagan haqiqiy jami foizidan, ya'ni 19,6 million dollardan oshib ketmasligi kerak. Bizning misolda 3 million 443 million 19,6 milliondan ancha kam. Demak, hammasi joyida, hisob kitobimiz to'g'ri. Keling, endi o'rganganlarimizni qisqacha xulosa qilib, umumiy qarzlar bo'yicha eng asosiy o'zgarmas qoidalarni bir takrorlab olamiz. Bu mavzudan siz olib ketishingiz kerak bo'lgan 3 ta oltin qoida bor. Birinchidan, har doim o'rtacha tortilgan foiz stavkasini hisoblang. Ikkinchidan, pul qachon sarflangan bo'lsa, o'sha kundan boshlab vaqtga proporsional ravishda foiz hisoblang. Va uchinchidan, eng muhimi, umumiy qarzlarda investitsiyadan olingan daromadni hech qachon ayirmang. Shu uchtasini eslab ko'rsangiz, bu mavzuda adashmaysiz. Va bu bizni oxirgi juda ham qiziq bir savolga olib keladi. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Aytaylik, qurilish maydonida kutilmagan holat yuz berib, ishlar bir necha oyga to'xtab qoldi. Siz buxgalter sifatida nima qilasiz? Foizlarni aktiv tannarxiga qo'shishda davom etaverasizmi yoki bu jarayonni to'xtatib turasizmi? Ana shu qiziq va nozik holat, ya'ni kapitallashtirishni to'xtatib turish qoidasini biz siz bilan keyingi tahlilimizda batafsil ko'rib chiqamiz. O'tkazib yubormang, juda ham qiziq bo'ladi.